Bugungi xo'jaligimga ishlatish uchun motoblok olaman deb niyat qilib yurgan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada original TX motobloklarimiz yetib kelgani munosabati bilan bularga qo'shimcha temir balonlar va universalniy pluglarimiz ham yangi partiyalari yetib keldi akalar. Hozirda bu motoblogimiz va qo'shimcha agregatlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha narx-navolari va sifatlari va qulayliklari haqida ma'lumotlarni berib boramiz. Kimda kim mana shu turdagi motoblok yoki mana shu turdagi agregatlardan xarid qilib olaman degan akalarimiz uchun ekranga nomer qoldirib qo'yapmiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqib xarid qilib olishlaringiz mumkin. Endilikda bizning do'konlarimizdan kelib mana shu turdagi temir balonlar va universalniy pluglarni ham komplekt holatda ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz so'ragan xo'jalik bob, ro'zg'or bob modeldagi 7 ot kuchli original Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 1 yildan garantiyalari bo'lgan originalni TX motobloglarimizdan ham yetib kelgan akalar. Xo'p, bularda birma-bir sizlarga ma'lumotini berishdan boshlashdan oldin mana shu videoni ko'rib o'tirib, videoga bitta like bosib, kommentariyaga kirib omadni yozib qoldirib qo'yadigan bo'lsangiz, hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham albatta tushirib, skidkalargacha qilib beramiz akalar. Xo'p, ko'pchilik akalarimiz so'ragan Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan motoblogimizda ma'lumotlarni berishdan boshlaydigan bo'lsak, ko'pchilik akalarimiz biladi, bu motoblokni sifat tomonlama, quvvat tomonlama основной motorda himoyasi uchun moy datchili variantidan bo'ladi va reduktorlari 450 talik katta reduktorlardan qo'yib o'tilgan bo'ladi akalar. Xo'p, motoblogimiz yoqilg'i o'tirib benzinli bo'ladi. Benzin boklari 3 litrli qilib ishlangan. Vozdukning filtrlari masninli qilib ishlangan bo'ladi. Masninli filtrlar motoringizni chang joyda ishlagan paytingizda agarda 50 gram masla quyib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu chang havo motorga kirmasdan mana shu maslaga o'tiradi akalar. Va undan tashqari motoringizni himoya qilib qolish uchun juda ham katta yordam beradi bu maslinli filtrlar akalar. Undan tashqari bu motoblogimizda yurgizish joylari zavodnoy orqali yarimta tortqiga yuradi va motorlari 170 ekonomishli motorlardan qo'yib ishlangan. Ekonomishligining yana bitta sababi bularda karburatorlari e'tibor berishlaringiz mumkin. Yevropeyskiy texnologiyada ishlab chiqarilgan bo'ladi. Juda ham ekonomishli, soatiga yarim litr benzin rasxod qiladi akalar. Undan tashqari moy datchili variantidan bo'ladi. E'tibor beringlar. Moy kamayib ketib, suyulib ketadigan bo'lsa, motoringizni o'zi avtomatik o'chirib qo'yadi. Motoblok yurmaydi akalar. Shunisiga ahamiyatli bo'linglar. Xo'p, undan tashqari aytib o'tganimda, reduktorlari 450 talik katta reduktor. Bu reduktorga bemalol suv nasos va karcher apparatlarni ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Undan tashqari motoblogimizda oldiga ikkita, orqaga bittadan skoroslari bor. Rollari uzun variantidan bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz so'rayapti buni. Rollari uzun variant akalar, siz mana shu turdagi agregatlarni qo'yib boshqaragan paytingiz juda ham manfaatli va foydali bo'ladi. Undan tashqari motoblogimiz o'zini komplektlarida zavodsiyo holatida frezalari, dokumenti, kulishlari va garantiyalarigacha qilib beriladi. Agarda siz agregatlarni orasiga yurish uchun mana shu turdagi katta temir balonlar, undan tashqari universalniy pluglardan olaman deydigan bo'lsangiz, komplekt holatda ham qilib bera olamiz. Hozirgi kunda bu temir balonlarimizni 7 ot kuchli motobloklardan boshlab 17 ot kuchli motobloklargacha qo'yib ustanovka qilib bera olamiz akalar. Undan tashqari bu temir balonlarimiz uchun 1 yildan garantiyalarigacha qilib beramiz. Agarda mana shu temir balon yeringiz ichida bukilib, eshilib, sinib ketadigan bo'lsa, olib kelsangiz yangisiga almashtirib ham beramiz akalar. Undan tashqari hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz mana shu temir balonni qo'yganimdan keyin yerlarni haydashda qiynalmaymanmi degan akalarimiz uchun universalniy pluglarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga og'darib ishlatishlaringiz mumkin va lapkalarni ko'tarib tushirib ham отдельный ligirovka qilib ishlatishlaringiz mumkin. Eng asosiysi akalar, e'tibor bering, xohlasangiz chap balonni iziga, xohlasangiz 10 balonni iziga ham olib ishlatishlaringiz mumkin. Bu juda ham qulay variant hisoblanadi. 60, 70, 80, 90 agregat oralariga
mana shu holatda ishlatadigan bo'lsangiz, agatlarni olishda va plug sifatida yerlarni ag'darishda juda ham manfaatli va foydali bo'ladi akalar. Mana shu turdagi pluglar va temir balonlar, motobloklarni siz optim baza narxida xarid qilib olaman degan bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Mana shu videolarga like bosib keladigan bo'lsangiz, hozir aytib o'tilgan narxlardan ham albatta tushirib kamini qilib beramiz. Hozirgi paytda mana shu komplektlar necha pulga tushadi degan akalarimiz uchun hisob-kitob qilib olaverasizlar akalar. E'tibor bering, mana shu ko'rib turgan TX motoblogingizni atrofda 3 million 800 4 million so'mgacha sotilayotgan variantini bizning do'konlarimizdan 3 million 300 ming so'mga olib ketishlaringiz mumkin. Prostoy modelini. Agarda sizga original, sifatli, garantiyali modeli kerak bo'ladigan bo'lsa, bu motoblogimizning komplektlariga frezalari, dokumenti, kulishlari va garantiyalari bilan komplekt holatida atiga 4 million 500 ming so'mdan qilib beryapmiz. Albatta bu narxlardan kami ham bor, kelishtirib ham beramiz. Sizga mana shu turda temir balonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu temir balonlarimiz hozirgi paytda 700 ming so'mdan boshlab 1 million 200 ming so'mgacha variantlari bor. Bulardan ham tanlab olishlaringiz mumkin. Razmerlariga qarab va sifatiga qarab narx-navolari o'zgarib boraveradi. Universalniy pluglarimizga kelib o'tadigan bo'lsa, bu universalniy pluglarimiz hozirgi paytda bizning do'konimizda 650 ming so'mdan 800 ming so'mgacha variantlari bor. Bulardan ham tanlab olishlaringiz mumkin. Bizning do'konlarimizda optim baza narxida xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlarga upakovka, xohlaganlarga mana shunday yig'ilgan holatda qilib bera olamiz. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agroservis do'koni. Mana shu video sizga manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar akalar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.